Assalomu alaykum. Bugungi katta bepul darsimizga xush kelibsiz va sizni tabriklayman. Siz mana shunaqa Telegram blogim orqali daromad mavzusidagi ochiq manbadagi ilk bepul katta darsga qo'lga kiritdingiz. Chunki men bunaqa birinchi marta ochiq bunaqa video dars yozishim, bepul katta darsga yozishim. Chunki bu paytgacha Telegram orqali daromad mavzusida bu mavzularda hech qayerda ochiq gapirmaganman. Har doim yopiq doiralarda, yopiq davrlarda darslar o'tib berardim. Bugun birinchi marta katta bepul darsga yozyapmiz. Foydali, manfaatli bo'lsin. Demak, bugun siz bilan 2026-yilda Telegram orqali 50 million plus daromad qilish qadamlari mavzusini ko'rib chiqamiz. Va bugungi mavzu o'zi kimlar uchun foydali bo'ladi? Albatta, birinchi navbatda ustozlar uchun va soha mutaxassislari uchun. Bular kim degani? Bular istalgan yo'nalishda o'zida bor bilimni, foydali bilimni boshqa birovga o'rgata oladigan har qanday mutaxassislar uchun. Bular tilchilar bo'ladimi, dietolog bo'ladimi, psixolog bo'ladimi, trener bo'ladimi, har qanday yo'nalishda foydali bilimni boshqaga bera oladigan odamlar uchun bugungi dars juda ham foydali bo'ladi. Bilimni mindsetga qilish yo'nalishida yaxshi insightlar olasizlar, xudo xolasa. Undan tashqari o'zini biznesini, onlayn shopimi, o'quv markazi, onlayn akademiyasi va hokazo yo'nalishdagi xizmat va mahsulotlarni kengroq ommaga olib chiqish va Telegramda auditoriya yig'ish bo'yicha Telegramda biznesni rivojlantirish istagida bo'lgan mutaxassislar uchun, biznes egalari uchun albatta foydali bo'ladi va undan tashqari albatta media sohasidagi, marketing sohasidagi va bu sohaga kirib kelmoqchi bo'lgan odamlarga aynan Telegram orqali daromad qilish, Telegram orqali katta zapusklar, katta daromadlarni tashkil qilish bo'yicha kerakli tavsiyalarni berishga harakat qilamiz. Darsimiz rejasi haqida ozroq gaplashsak, birinchi navbatda nimaga aynan Telegram yuritishimiz va nimaga aynan Telegramdan daromad qilish yaxshiligi haqida gaplashamiz. Undan keyin Telegram daromad qilish usullarini ko'rib chiqamiz va eng asosiy va go'shli mavzuyimiz Telegramda daromad qilishning eng zo'r usuli mavzusida bitta zo'r usulni ichiga kirib, chuqurroq hamma mavzularni ko'rib o'rgatib beraman sizlarga va undan tashqari Telegramda obunachi yig'ish usuli, kontent qilish va noldan daromadga chiqishning 4 ta eng muhim qadamlarini har biriga to'xtalib, batafsil o'rgataman bu videoda nasib bo'lsa. Videoni oxirigacha ko'rganlarda qo'shimcha bonuslar ham taqdim qilamiz. Sovg'a bor maxsus. Bu ikkita tayyorlagan qo'llanmam bor. Birinchisi Telegram kanalini to'g'ri boshlash, yo'nalish tanlash, imij shakllantirish va vizualni shakllantirib upakovka qilish bo'yicha eng muhim 5 qoidalarni jamlagan maxsus qo'llanmam bor. Undan tashqari kontent qilishga oid 20 ta eng zo'r rubrikalar uchun g'oya, ya'ni kontent qilish uchun sifatli, foydali kontent uchun 20 ta rubrika g'oyalarini tayyorlab qo'yganman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, uni qanaqa qo'lga kiritishni aytaman, bepul qo'lga kiritib olsangiz bo'ladi. Ozroq tanishib o'tib ketamiz. Men ismim Jasurbek, ko'pchilik meni Anvarov deb taniydi. 2021-yildan beri Telegramda blog yuritib kelaman va 50 mingdan ziyod obunachim bor hozirda. Va hozirgi paytda Yoshlar ishlar agentligida mega loyihasida mutolaada media rahbar sifatida faoliyat yuritib kelaman. Bu yerga ham o'zi Telegram kanalida yuritganini chaqirishgan va undan tashqari o'zimda bor shu Telegram bo'yicha bilim tajribalarimni yig'ib mentorlik tashkil qilganman. Telegramda blog yuritish va daromad qilish bo'yicha mana shu joyda o'quvchilarim uchun ustozman va eng asosiysi marketolog va Telegram bo'yicha prodyuser bo'lib faoliyat olib borib kelaman. Demak, shu paytgacha o'zimni blogimni rivojlantirishdan tashqari bir qator loyihalarda Telegram kanallari rivojlantirish bilan shug'ullanganman. Bu yerda siz menimcha taniysiz. Barnom Muqimova, Risolat Umidovna, Sirojiddin O'sarov, o'zimni singlim Anvarova va undan tashqari bir qator tashkilotlarning ham kanallarini rivojlantirib kelganmiz shu paytgacha. Bunga eng katta misol bu bo'yicha albatta mutolaa loyihasi. Noldan o'zim kanalni ko'tarib kelaman shu paytgacha. Va o'zimni blogimni rivojlantirish va bir qator loyihalarda Telegram blog rivojlantirish bo'yicha mutaxassis sifatida ishlab, 2-3 yil davomida yig'ilgan hamma tajriba bilimlarimni yig'ib, yangi bilimlarni olib, o'zimni boya aytganimdek mentorlik dasturimda jamlaganman va mana shu dastur orqali biz mutaxassislarni yoki bu sohaga qiziqadiganlarni jamlab, ularni Telegram blog yuritish va orqali daromad qilishga o'qitib, shunaqa mutaxassislar chiqaramiz va bu ro'yxatda ko'rib turgan hamma bloglaringlar meni o'quvchilarimning bloglari, bu blogerlar o'zini tahsil olib, Telegram orqali daromad qilishni o'rgangan, daromadini karrasiga oshirgan va bu yerda 10 million, 20 milliondan topib, 100 ming dollargacha Telegramdan pul topgan mutaxassislarni ko'rishingiz mumkin. Va bugungi video dars davomida bular qanaqa qilib Telegramdan bunaqa daromad qilyapti, nimalar qilayotganini sizlarga batafsil
ochib berishga harakat qilaman. Ruxsat bersanglar, darsimizning eng asosiy go'shtli qismiga kirib kelamiz va bu mavzuni men birinchi navbatda nimaga aynan Telegram degan savolga javob berish bilan boshlamoqchiman. Ya'ni nimaga men har doim Telegramda blog yuritishga targ'ib kelaman va Telegram orqali pul topishni o'rgataman? Sababi juda ham oddiy. Men 3 ta sababni aytaman. Birinchisi, Telegramda blog yuritib, natija qilib daromad qilish har qanday sharoitdagi, har qanday holatdagi odamga to'g'ri keladi. Ya'ni Telegramda yaxshi natija qilish uchun, tezroq natija qilish uchun sizdan hech qanaqa byudjet talab qilmaydi katta, hech qanaqa jamoa talab qilmaydi, hech qanaqa syomka, mikrofon, kamera, operator, montajyor va hokazo talab qilmaydi. Shunchaki siz va qo'lingizdagi bitta telefoningiz. Kanalni ochasiz, kontent qilish boshlaysiz, o'zingiz chiqishingiz ham shart emas. O'quvchilarimni yarmidan ko'p o'zini ko'rsatmagan kanalda. Minglab dollar daromad qilayotganlar yarmidan ko'p chiqmagan. Har qanday sharoitda boshlashingiz mumkin, minimal resurs bilan boshlashingiz mumkin. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab, Telegram eng tez daromadga chiqadigan planshetka. Ya'ni o'quvchilarimni misol qilib aytaman, 50% dan ko'pi mentorligimda 2 oy dastur bo'lsa, 2 oylik dastur tugashidan avval daromadga chiqib, yaxshigina 10 million $1000 undan plus daromadga chiqadi. Nimaga? Chunki bugun Telegramda blog boshlasangiz, 1 oydan keyin natija qilishingiz mumkin, 1 oydan keyin daromadingizni qo'lingizga olishingiz mumkin. Buni men qadamlarni bugun sizlarga darslar davomida tushuntiraman. Ya'ni ikkinchi sabab, Telegram orqali juda tez natijaga chiqishingiz mumkin. Uchinchi sabab bo'lsa, bu albatta hammaga ma'lum, Telegram kundan kunga rivojlanib borayotgani va kengayib borayotgani. Ya'ni O'zbekistonda Telegramdan 20 milliondan ko'p foydalanuvchi foydalanadi. Va Telegram bizning hayotimiz bir parchasiga aylandi va har doim u ketma-ket kutilmagan qadamlar bilan rivojlanib boryapti. Kengayib boryapti va bu bilan parallel ravishda, paradoks deydimi? Parallel ravishda bozor hali bo'sh Telegramda. Hali millionga chiqqan blog yo'q, shaxsiy blog yo'q. Va juda ham hali Telegramda shaxsiy bloglar kam va bozor bo'm-bo'sh. Telegramda blog yuritib daromad qilmoqchimisiz? Hozir boshlash eng to'g'ri payt. Va mana shuning uchun ham men har doim Telegramda targ'ib qilib kelyapman va bugun sizlar bilan nimadan boshlash kerakligi haqida ham gaplashamiz. O'zi kelinglar, birinchi navbatda ko'rib chiqamiz. Telegramda nima orqali daromad qilish mumkin? Mana Telegramdan pul topish deganda qanaqa usullarini aytamiz. Hammaga ma'lum usullari bor. Bu deylik, birinchisi reklama. Reklama qadimda ham bo'lgan, hozir ham bor va hozirdan keyin ham menimcha katta ehtimol bilan bo'ladigan usul. Bu har qanday sizda kanal bo'lishidan qat'iy nazar, har qanday turdagi kanal bo'lishidan qat'iy nazar, 5, 6, 7 mingta obunachi yig'dingizmi, reklama bo'yicha takliflar, talablar kela boshlaydi. Va mana shu nuqtadan boshlab siz reklama sotib daromad qilishingiz mumkin. Men yashirmayman, o'zimdan misol qilaman. Oilamizda 2 kishini Telegram blogi bor, men bilan singlimni va shu paytgacha hozir ham ikkala kanaldagi reklama xizmati bizni butun ro'zg'orligimizni yopadi. Singlimni kontrakti, meni yurish-turishim, yeb-ichishim, kiyinishim, oilamiz ro'zg'ori hammasini mana shu Telegram kanaldagi reklamaning o'zi yetadi. Undan tashqari albatta konkurslar tashkil qilish mumkin. Buni qisqa qilib tushuntiradigan bo'lsam, xuddi Instagramda giveaway tashkil qilganga o'xshaydi. Giveaway qanday tashkil qilinsa, Telegramda ham xuddi shuni tashkillashtirish mumkin va bu ham daromadning bitta yaxshi usuli hisoblanadi. Undan tashqari ambasadorlik bo'yicha takliflar bo'ladi, ya'ni qaysidir brendlar o'zini brendini tanitish uchun sizni ambasador qilib oladi. Telegram kanalida doimiy ularni siz tavsiya qilib borishingiz evaziga ular haq to'laydi. Shu paytgacha o'zim 10 ga yaqin tashkilotlar, brendlar bilan ambasadorlik bo'yicha ishlab, yaxshi daromad qilib kelganman. Bundan tashqari affiliate marketing degan yo'nalish bor. Bu o'zingiz kanalingizda obunachilaringiz bor, siz borsiz va boshqa mutaxassisni produktini, mahsulotni o'zingiz kanalingizga taklif qilib, bu xuddi o'quv markaz pozitsiyasini egallash orqali daromad qilishingiz mumkin. Ya'ni o'quv markaziga bitta ustoz borsa, o'quv markazi o'quvchi yig'ib beradi, o'zini 50% ni olib qolib, ustozga 50% bergandek, siz ham xuddi shuni onlayn formatini qila olasiz. Siz auditoriyangiz bormi? Demak, siz o'quv markazi rahbaridek pozitsiyada bo'la olasiz. Ekspert sizga mutaxassis keladi, siz o'zingiz kanalingizda auditoriya yig'ib berasiz, o'zingiz foizingizni olasiz, u darslarini o'tadi, o'zini foizini olib, oyligini oladi. Bu yana bitta zo'r usuli. Bu usullar haqida men yana alohida video darslik qilishga harakat qilaman, lekin bugun bundan tashqari asosiy yo'nalish bor. Undan avval freelance blogging haqida aytmoqchiman. Freelance blogging degani mana shu Telegram blogni to'g'ri boshlash, kontent qilish, obunachi yig'ish, Telegram orqali daromad qilish usullarini bilgan, tushungan odam
boshqa mutaxassislarga ularni Telegram kanalini rivojlantirish xizmatini taklif qilishi mumkin. Men o'zim ham mana yaqin 1 yildan beri shug'ullanmayman, lekin undan avval 2 yil davomida aktiv shu ish bilan shug'ullanib, bir qancha mutaxassislar bilan ishlab kelganman. Bu ham bozorda talab juda katta bo'lgan, bozor mutaxassis kam bo'lgan yo'nalish. Telegram blog rivojlantirishni o'rganasiz, u yoqda proyekt olib ishlab ketsangiz bo'ladi. Va men sanagan hozir 5 usulni hammasi sizda mutaxassislik bo'lmasa ham, sizning natijalaringiz bo'lmasa ham shunchaki shu blog ochib qilishingiz mumkin bo'lgan natijalar. Bularni hammasidan har biridan oyiga $1000 topsangiz bo'ladi. Sizda 10 ming, 20 ming obunachingiz bo'lsa. Bu o'sgan sari kattalashib ketaveradi. Lekin hammasini qo'shib kelsa ham, mana tarozining ikkinchi tarafida turgan bitta daromad usuliga yetmaydi. Men hozir sizlar bilan aytadigan Telegramda daromad qilishning eng zo'r usuli mavzuga kelyapmiz. Bu usulni o'rgatadigan usulim, bularning hammasi bir yon, bu usul bir yon. Ya'ni bu o'zingizni info mahsulotingizni taqdim qilishingiz. Bu 5 usul ham zo'r, hamma ishlatsa bo'ladi, hamma qilsa bo'ladi. Men o'zim shu paytgacha qilib kelganman, singlim qiladi, o'quvchilarim hammasi foydalanadi. Bular xuddi desert, lekin asosiy taom emas. Osh shakarobga o'xshaydi. Osh bu yerda asosiy daromad usuli, uni tushuntiraman. Bu shakarobga o'xshaydi yoki bo'lmasa desertga o'xshaydi, qo'shimcha daromad usullari. Shuncha usul bor, bularning hammasi qo'shimcha, lekin bu yerdagi asosiy usul u boshqa. Hozir sizlar bilan shu haqida gaplashamiz. Demak, Telegram daromad qilishning eng zo'r usuli deyotganimiz bu o'z info mahsulot ishlab chiqib autoriga taklif qilishingiz. Bu nima degani? Bu istalgan sohadagi, istalgan bir yo'nalishdagi o'zingizda bor foydali bilimni boshqaga o'rgata olishingiz va buni monetizatsiya qilishingiz. Ya'ni bu til bo'ladimi, kasb bo'ladimi yoki biror soft skill bo'ladimi, dietologiya bo'ladimi, sog'lik, go'zallik, har qanday yo'nalishda bilimingiz bor, tajribangiz bor va uni boshqa odamga o'rgata olasizmi? Siz cheksiz daromad qilishingiz mumkin. To'g'ri ketma-ketlik qilinsagina, chegara yo'q bu yo'nalishda. U qanaqa bo'ladi desa, mana shu biror bir yo'nalishdagi o'zingizdagi bor bilim, tajribani biror bir kurs ko'rinishida shakllantirishingiz mumkin yoki biror marafon ko'rinishida shakllantirishingiz mumkin yoki mentorlik tashkil qilishingiz mumkin, xuddi o'zimga o'xshab, yoki konsultatsiya, challenge orqali shakllantirib, bitta info mahsulot tanlab, uni autoriga taqdim qilib daromad qilishingiz mumkin. Va bu qanaqa bo'ladi o'zi? Unda nimalar bo'lishi kerak deyilsa, mana shu mavzu haqida hozir sizlar bilan gaplashishni davom etamiz. Demak, men o'zim info mahsulotimni ishlab chiqib, autoriga taqdim qilishim uchun nimalar qilaman desangiz, oddiy ketma-ketlikni tushuntiraman. Siz o'zingizni yo'nalishingiz bo'yicha blog ochasiz, blog yuritishni boshlaysiz, kontent qilasiz, foydali ma'lumotlar berishni boshlaysiz, o'z haqingizda kontent qilishni boshlaysiz va auditoriya yig'ishni boshlaysiz, reklama berasiz va hokazo usullari bor. Buni hozirlar tushuntiraman dars davomida. Yaxshilab auditoriya bilan ishlab, ularni kanalga jalb qilgandan keyin o'zingiz info mahsulotingizni taqdim qilasiz va ular uni sotib oladi, kursingizga yoziladi yoki marafoningizga yoziladi va hokazo. Mana shu to'lov jarayon o'zingiz info mahsulotingizni auditoriyangizga taklif qilish hisoblanadi. Bu hammada ishlaydi. Bu har qanday yo'nalishda ishlaydi. Bu har qanday mutaxassis ishlaydi. Faqatgina to'g'ri ketma-ketlikda qilinadigan bo'lsa, to'g'ri vaqtlar oralig'ida qilinadigan bo'lsa, albatta bu hammada ishlaydi va buni qanaqa qadamlardan o'tishini hozir men sizga har bittasini ketma-ket tushuntirib beraman. Demak, birinchi navbatda mana shu mavzuni boshlayotgan paytimizda top 3 ta noto'g'ri fikr haqida gapirmoqchiman. Ya'ni o'zini biror bir kursini, mahsulotini sotmoqchi bo'lgan mutaxassislarni xayoliga keladigan top 3 ta noto'g'ri fikr bor. Buni birinchisi, men biror bir mahsulotni sotib daromad qilishim uchun menga 10 ming, 20 ming ta auditoriya kerak degan. Bu noto'g'ri. 100% noto'g'ri xayol bu. Nimaga desangiz, siz Telegramda bu o'zingiz mahsulotingizni taqdim qilib daromad qilishingiz uchun umuman ko'p auditoriya kerak emas. Balki umuman bu ziyoningizga ham ishlashi mumkin, qaysidir yo'nalishda ko'p auditoriya bo'lishi. Sizga kerak maqsadli, kam sonli obunachilar. Va meni o'quvchilarim mana yaqinda Xitoy tilidan o'quvchim zapus qildi. 300 ta obunachisi bor. 300 ta obunachisini 15 tasiga ham kursini sotganda oyiga 7-8 milliondan daromadi bor. Yoki bo'lmasa rus tili bo'yicha mutaxassis chiqardim. 1,5 ming ta obunachisi bor. Rus tili bo'yicha kursini taqdim qilgan, 40 million daromad qilgan. O'quv markazida, xususiy maktabda ishlashdan tashqari blog orqali 40 million daromad qilyapti rus tilidan. Yoki bo'lmasam dasturchi o'quvchim bor, o'zini kunlik postlarini 200 ta 300 ta odam ko'radi, lekin o'zini ish joyida ishlashdan tashqari mahsulotlarni o'sha auditoriyasiga taqdim qilib 25 ming oyiga daromad qilayotgan o'quvchi bor. Ya'ni sizga obunachi 5 ming, 10 ming, 20 ming ta bo'lishi shart emas. Bo'lsa yaxshi, ko'proq, kattaroq daromad qilasiz. Lekin 200, 300, 400, 500 ta obunachi bilan ham yaxshi daromad qilsa bo'ladi. To'g'ri triggerlarni ishlatadigan bo'lsa. Ikkinchi noto'g'ri xayol bu
shu Telegramda o'zini blogini boshlab, kursini tayyorlab, uni taqdim qilib daromad qilish juda katta byudjet talab qiladi deb o'ylash mumkin, lekin bu eng katta noto'g'ri xayol. Nimaga? Chunki Telegramda obunachi narxi eng arzon bo'lgan platforma Telegram. Biz hisob-kitob qildiraman o'quvchilarimga, bitta reklama bersanglar, obunachi narxi 500 so'mdan oshmasin deyman. Odatda bizda 300, 400, 500 so'mda tushadi bitta obunachi narxi. Va boya aytganim 300 ta obunachisi bilan zapus qilib, daromad qilgan o'quvchining obunachisining narxini hisoblasangiz, masalan 100 ming pul ketmagan deysiz-da. Hammadan bunaqa hisob-kitob ishlamasligi mumkin, lekin baribir ham Telegram eng arzon platforma obunachi jalb qilishdi. Siz shunchaki blogingizni boshlashingiz kerak, postlarni yozasiz, bu sizdan hech qanaqa resurs talab qilmaydi. Kamera, syomka, montaj, operator hech narsa kerak emas. Blogni boshlab chiroyli kontent qilasiz va o'zingizda bor byudjet bilan 100 mingmi, 200 mingmi, 300 ming, 500 ming shuni reklamani berasiz va maksimal ko'proq auditoriya tortiladi. Bitta reklama bilan ishingiz hal bo'lishi mumkin. Ya'ni yaxshi tahlil qilib reklama berasiz, auditoriya keldi, unga o'zingizni produktingizni zo'r qilib taqdimotini qilasiz, bo'ldi. Bugun siz tikkan pulingiz ertaga sizga natija olib keladi bu platformada. Ya'ni bugun reklamaga beringiz, ertaga sizga 10x bo'lib qaytib keladi. Va boshlash uchun bizga hech qanaqasi katta byudjet kerak emas. Uchinchi eng katta xato bu bozorda mendan kuchli mutaxassis ko'p, men eng zo'r emasman, hech kim mendan sota olmaydi deb o'ylagan xayol. Yo'q. Istalgan mahsulotda, istalgan infomahsulotda, istalgan yo'nalishda sizni natijangiz bozorda eng zo'ri bo'lishi shart emas. Siz shunchaki sizda ta'lim olmoqchi bo'lgan odamga bir nuqta bo'lib bersangiz bo'ldi. Ya'ni sizning natijangiz u bormoqchi bo'lgan natija bo'lsa bo'ldi. Siz turgan nuqta u kelmoqchi bo'lgan natija bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Bu oddiy misol, men yaqinda misol uchun o'zim 12 kilo vazn tashladim. Va atrofda mendan juda ko'pchilik menga shuni o'rgat, kurs o'tib ber, konsultatsiya o'tib ber deyapti. Men bu bo'yicha mutaxassis emasman. Meni professional ta'limim yo'q. Men bu bo'yicha eng zo'r mutaxassis emasman, gapirmayman ham. Ular shunchaki meni holatimga kelishni xohlaydi, meni ko'ryapti, men bu holatga kelganimni ko'rib, shunchaki mendan nimadir o'rganmoqchi. Xuddi shunaqa ishlaydi hamma yo'nalishda. Ingliz tili IELTS C1 bormi yoki IELTS 7.5, 6.5 bormi? 7 bormi? Bo'ldi, shu universitetga kirish uchun 5.5 olmoqchi bo'lgan o'quvchilarning hammasi sizni shunchaki o'qiydi. Shunchaki siz o'zingiz shunga tayyorligingizni, zo'r ustozligingizni ko'rsatib, zo'r blog yuritsangiz bo'ldi. Bozorda eng zo'r bo'lmasligingiz kerak, menga juda ko'p misollarim bor o'quvchilarimdan. Meni hozirgacha IELTSdan 9 olgan o'quvchim yo'q, menda o'qigan o'quvchi yo'q, lekin 9 olgan ustozlarni yarmidan ko'pidan daromad qiladigan, yarmidan ko'pidan ko'ra ko'proq daromad qiladigan ingliz tilida juda ko'p o'quvchilarim bor. Bulardan bitta oddiy misol, Gulasal degan o'quvchim bor. Uni IELTS'i 8 ham emas, IELTS 7.5, uni ham yaqin 2 yil olgan. Lekin mana shu IELTS 7.5 bilan u bitta katta tashkilotda ingliz tili yo'nalishida ishlab oyligini olyapti. Undan tashqari blog yuritib, blogida o'zining info mahsulotini taklif qilib, ingliz tili ustozi ma'lum tashkilotda offline ishlab, qo'shimcha tarzda blogidan oyiga 50 million daromad topadi. Oyiga 50 million daromad topadi. IELTS 7.5. Aytayapti, kecha keldi, ustoz deydi. Men oldin qo'rqardim shu narsaga. Bozorda 8 olganlar bor, 9 olganlar bor. Mendan kim o'qiydi deb o'ylardim. Hech kim mendan so'ramayapti deyapti. Shunchaki ular mendaqa bo'lishni xohlamoqchi. Shunchaki ular menga o'xshab natija qilmoqchi va bo'ldi, mendan shunday sotib olyapti. Rahmat sizga shu qo'rquvlarni yengganingiz uchun deyapti. Ko'ryapsizmi? Ya'ni siz eng zo'r bo'lish shart emas. O'quvchiga bir nuqta bo'lib bersangiz bo'ldi. Va mana shu 3 ta eng katta muammo, noto'g'ri fikrlar. Mana shu fikrlarni hayolingizdan chiqaring. Men yana bitta qaytadan nastroyka qiling-da. Va men hozir sizga noldan boshlab shu daromadga chiqquncha hamma qadamlarni bitta-bitta ochib beraman hozir. Bugun Telegram blog ochsangiz, birinchi daromadingizni qo'lga olishingiz juda ham uzoq emas va juda ham ko'p etaplar yo'q. Atigi 4 ta qadam bor. Shu 4 ta qadamni to'g'ri bosib o'tadigan bo'lsangiz, daromad qilishni boshlaysiz. Hozir men sizga har birini birma-bir tushuntirib beraman. Demak, nimadan boshlash kerak? Telegramda daromad qilish uchun birinchi bo'lib, albatta Telegram kanal ochamiz va uni chiroyli upakovka qilishimiz kerak. Qadoqlash deymiz, to'g'ri vizuallarni chiroyli qilib shakllantirishimiz kerak. Bunda 5 ta eng muhim nastroykamiz bor bizda. Bularning birinchisi albatta nom tanlash, chiroyli yo'nalishimizni ifoda qiladigan nom bo'lishi kerak, username tanlash, bio qismini chiroyli professional to'g'rilash va chiroyli yaxshi talabga javob beradigan rasmlarni tanlash va albatta kanalda
kutib oladigan tanishtiruv postini joylash kerak. 5 ta muhim faktor bor va bu faktorni hammasini qanaqa qilishni men sizga boya aytganimdek bonus darsga tayyorlab qo'yganman. Maxsus bonus qo'llanma bor. U yerda mana shu 5 talasini qanaqa qilib professional to'g'ri qadoqlash bo'yicha to'liq qo'llanma bor. Dars oxirigacha ko'rib, uni olib to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Birinchi qadam shu, yo'nalishimizni aniqladik, kanalni ochdik, to'g'ri qadoqladik, bo'ldi. Ikkinchi qadamda bu albatta kontent qilish. Ya'ni Telegram kanalimizni to'g'ri sozladik, professional boshladik va endi kontent qilish. Nima kontent qilaman, qanaqa kontent qilaman deydigan bo'lsangiz, bunda qanaqa bo'ladi? Kontent qilishda eng muhim masala bu ham kontent qiziqarli bo'lishi kerak, ham foydali bo'lishi kerak, ham bizni info mahsulotlarimizni sotuvga ta'sir qilish kerak. Va juda ham ko'pchilik odam kontent qilishda aynan shu joyda xato qiladi. Hozir men dars davomida bu muammoga yechimini beraman va kontent qilish bo'yicha ham sizga bonus tayyorlab qo'yganman. Ya'ni Telegram kanal ochdim, nima kontent qilsam bo'ladi deb g'oya topolmayapsizmi? Dars oxirigacha ko'rsangiz aytganimdek bonus bor kontent qilish bo'yicha ham. 20 ta siz qilishingiz mumkin bo'lgan zo'r rubrikalar ro'yxati bor. Rubrika degani shu post turi. 20 xil postlarni, g'oyalarini, misollari bilan keltirib qo'yganman. Dars oxirigacha ko'rib, uni olib, ishlatib, kontent mavzusini ham yopib ketsangiz, maza qilib foydalansangiz bo'ladi. Keyingi qadam bizga keladi obunachi yig'ish mavzusi. Xo'p, Telegramda obunachi yig'ishni nechta usuli bor deb sizga savol bersam, hozir 1 2 3 4 deb sanaysiz va barmoqlaringiz oshib qoladi. Telegramda daromad qilishda 15 dan ziyod usullari bor, bepul va pulli yo'nalishlarda va biz eng tez daromadga chiqishimiz uchun baribir ham eng yaxshi ishlaydigan usul bu reklama. Va aytganimdek, reklama Telegramda juda zo'r ishlaydiki, istalgan platformalardan ko'ra obunachi arzonroqqa kiradi. Ya'ni bepul yo'nalishlari bor. Men bularni hammasini o'rgataman o'quvchilarimga va o'quvchilarim hammasi pul ishlatmasdan shu mentorlik dasturi davomida kamida 2-3 mingtadan obunachi yig'ib dasturni tugatib ketishini men vazifa qilib qo'yaman. Har darsdan keyingi darsga obunachi yig'ib kelish bo'yicha vazifasi bo'ladi. Pul ishlatmasdan har xil loyihalar, konkurslar, marafonlar tashkil qilib obunachi jalb qilish mumkin. Men sizga bitta qiziq fakt aytaman. Men o'zim kanal ochganimdan boshlab 50 mingta obunachi yig'gunimgacha biror marta hech qaysi kanalga pulga reklama bermaganman. Hozir bepul usullarini ko'rsatib, ichiga kiradigan bo'lsam, juda ham uzun bo'ladi. Loyiha tashkil qilish, konkurslar, giveawaylar tashkil qilish. Ularni men alohida darslik qilishga harakat qilaman. Endi bu birinchi darsimiz. Mavzuyimiz daromad bo'lgani uchun daromadga olib boradigan eng qisqa yo'lni tushuntiraman. Bu albatta reklama usuli. Ya'ni yaxshi reklama postini yozib, istalgan o'zingiz byudjetingizga qarab reklama berib auditoriya jalb qilish baribir ham eng yaxshi usul. Ya'ni reklama orqali kirib kelgan auditoriya to'lov qilish qobiliyati balandroq bo'ladi va siz xohlagan auditoriya kiradi. O'zingiz qanaqa auditoriya xohlagan bo'lsangiz, shu auditoriya kiradi va shuning uchun ham reklama orqali jalb qilish eng yaxshi usul. Birinchi qadamda biz kanalimizni shakllantirib oldik. Uni umumiy vizuallarini tuzib oldik. Ikkinchi qadamda biz qo'llanmadan foydalanib, kontentimiz planini tuzib oldik, rubrikalarimizni shakllantirib oldik va uchinchi qadamda o'zimiz yo'nalishimiz bo'yicha yaxshi bitta taklifni qo'yib, reklama berdik. Bizga 100 tami, 200 tami, 300 tami, 500 tami obunachi keldi. Boya aytganimdek, bitta obunachini 500 so'mdan hisoblasangiz bo'ladi. 500 mingga reklama berdingiz, 1000 ta obunachi keldi. Endi biz 4-chi eng muhim qadamiga keldik, bu sotuv qadami. Va bu joyda siz diqqat qilishingiz kerak bo'lgan juda muhim elementlar bor. Diqqat bilan kuzatishingiz kerak. Mana sotuv qismiga keldik. Aslida bitta infoproduktni sotish qiyin ish emas. Ya'ni kanal yurityapsiz, auditoriya olib kirdingiz, kontent qilyapsiz va ularga biz shunchaki bitta bepul dars o'tib berib ham o'zimiz kursimizni taqdim qilishimiz mumkin, webinar tashkil qilishimiz mumkin, ochiq dars qilishimiz mumkin yoki shunchaki e'lon yozib ham o'quvchi yig'ishimiz mumkin. Lekin baribir ham juda ham ko'pchilik shu joyda qiynaladi, o'zini mahsulotini taqdim qilishda va sotishda. Ya'ni o'quvchi yig'a olmaydi, o'quvchilar sonini oshira olmaydi, daromad qila olmaydi. Va buni aslida negizida sabab turgan 4 ta eng muhim narsa bor. Ko'pchilik shunga e'tibor bermaydi va shuning uchun ham sotishda qiynaladi. Siz mana shu 4 ta narsaga diqqat qiladigan bo'lsangiz, qiynalmasdan shunchaki bitta e'lon bilan ham o'zingiz mahsulotlaringizni qabul ochmasdan ham sotib olsangiz bo'ladi. Va hozir shu 4 ta narsa haqida gaplashamiz. Istalgan yo'nalishdagi sizning info mahsulotingiz kanalingizda zo'r sotilishi uchun mana 4 ta mavzu bor. Mana o'sha 4 ta mavzu kanalda zo'r ochilgan bo'lishi kerak. Ya'ni mana shu to'rala mavzu haqida kanalda har doim siz gapirib kelishingiz kerak. Bu hozir to'ralasi nima? Ko'rsataman, tayyorlab qo'yganman. Yordam bersiz. Mana shu 4 ta mavzu: shaxsiyat, mavzu, mutaxassislik va natija.
juda ham ko'p ekspertlar, juda ham ko'p blog yuritadigan odamlar mana shu to'ralasiga birdek e'tibor qaratmagani uchun sotuvlari doim past bo'ladi. Ya'ni u nima degani? Shaxsiyat. Shaxsiyat degani bu o'zingizga oid, sizning qadriyatlaringiz, sizning qarashlaringiz, odatlaringiz, hayot tarzingiz, rivojlanishingizga oid, umuman o'zingizning qadriyatlaringizga oid bo'lgan shaxsiyatingizni ochib beradigan kontentlarni qilishingiz auditoriyani sizga bo'lgan hurmati shakllanishiga, sizga bo'lgan loyalligi shakllanishiga xizmat qiladi. Undan keyingisi mavzu, ya'ni bu blogda o'zi nima mavzu bo'ladi? Nima haqida gapiriladi bu blog degan mavzu bo'lish kerak. Faqat siz mana shaxsiyatga bog'lanib qolsangiz, odamlar o'zi kim bu, nima ish qiladi degan savol bermaslik kerak. Ya'ni siz ingliz tili ustozimisiz, o'sha ingliz tiliga oid kontentlar qilish orqali mavzuni ochib berasiz yaxshilab. Undan keyingisi mutaxassislik. Mutaxassislikda odamlar sizni shu sohada mutaxassisligingizni bilish kerak. Shu sohada zo'rligingizni bilish kerak. U nima bilan bo'ladi? Birinchisi, ularga zo'r kontent berish bilan, ikkinchisi o'quvchilaringiz natijalarini zo'r qilib ochib berish bilan bo'lish kerak. Ya'ni siz shunaqa qilib chiroyli qilib o'quvchilar natijalarini ochishingiz kerak, shunaqa chiroyli qilib darslar o'tib berishingiz kerak, qo'llanma yaxshi kontentlar berishingiz kerak. Odamlar shu zo'rda sohasini, zo'r ustasi deb qo'lini ko'tarish kerak. Va to'rtinchisi eng muhimi bu mahsulot. Ya'ni odamlar sizni blogingizda sizni qanaqa mahsulotingiz borligini bilish kerak. Siz ingliz tili ustozimisiz, sizni General English bo'yicha kursingiz borligini bilish kerak. Siz arab tili ustozimisiz, sizni seferga tayyorlaydigan arab tili kursingiz borligini bilish kerak. Qachonki mana shu to'ralar haqida ham kanalda har doim gapirib teng olib ketadigan bo'lsangiz, shunda muammo bo'lmaydi sotishda. Ya'ni shaxsiyat haqida biz gapirib, shaxsiyatga oid kontent qilganimizda odamlar, bu yaxshi odam ekan, bu ishonarli odam ekan deb bizga bo'lgan ishonch shakllanadi. Biz mavzu haqida gapirganimizda odamlar, bu yaxshi odam ekan va Telegram blogging bo'yicha mutaxassis ekan yoki turk tili bo'yicha ustoz ekan bu deb ishonadi. Va oxirida biz produktimiz haqida ham gapirib buni ochib bersak, odamlarda o'zi sotib olishga tayyor xayol keladi. Ya'ni bu yaxshi odam ekan, bu turk tili bo'yicha mutaxassis ekan, uni o'quvchilari ham zo'r natijalar olar ekan, haqiqatan zo'r o'qitar ekan, uni 2 oylik turk tili bo'yicha intensiv kursi bor ekan. Shunda o'qib odamlar zo'r natija qilar ekan degan tayyor qaror qabul qiladigan holatga keladi va siz bunga doimiy kontentlaringiz orqali olib kelib qo'yasiz. Mana shu to'rala mavzu sizni kanalingizda doimiy ochib borilsa, odamlar shunchaki sizni kanalingizni kuzatib borib, sizdan mahsulot sotib olishga tayyor bo'ladi. Ya'ni eng ko'p ekspertlar qiladigan xato shunda. Kimdir faqat foydali ma'lumot beradi, faqat bepul qo'llanma tashiydi, faqat dars o'tadi, shaxsiyatini ochmagan. U kim o'zi, qanaqa qadriyatli odam, qanaqa odatlari, qanaqa qadriyatlari bor, u bilmaydi. Ya'ni live content deymiz-ku, kerak ozroq. Va o'sha orqali odamlarning bizga loyalligi shakllanadi. Kimdir faqat shaxsiyatga oid content qilib, faqat live content qiladi, u yerga bordim, bu yerga bordim, uni qildim, buni qildim deb turib, tap osmondan tushgandaqa rus tili kursiga qabul ochildi deydi. Unga odam yozilmaydi. Nimaga? Odamlar yaxshi ko'radi bu shaxsiyatini zo'r ochgan, lekin u rus tili bo'yicha o'zini natijasi bosib o'tgan yo'lini ochmagan, u o'quvchilar natijasini ochmagan, u rus tili bo'yicha foydali kontentlar bermagan, u mahsulot haqida hech qayerda gapirmagan. Shuning uchun mana shunaqa har xil sabablar bilan sotuv kam bo'ladi. Lekin siz kontent qilish davomida mana shu to'ralasini teng olib ketadigan bo'lsangiz, shaxsiyatni ham, mavzuni, mutaxassislikni, o'quvchilaringiz natijalarini, mahsulotingiz haqida har doim to'g'ri ketma-ketlikda balans bilan kontent qilsangiz, har qanday blogda, har qanday yo'nalishda odamlar siz kursingizni qabulini ochishingizni kutib turadi. Va bu mexanizm faqat menda yoki faqat meni atrofimdagi proyektlarda yoki faqat men ishlagan mutaxassislarda sinovdan o'tmagan. Bu shablonni men o'zim kamida 100 ta odamda sinovdan o'tkazib, deyarli hammasida muvaffaqiyatli natija olganman. Ya'ni men o'zimni loyihalarimda, sinimda, o'zimni kanalimda va eng muhimi 100 tadan ziyod o'quvchilarimni hammasiga shu narsani o'rgatib, ularni mana siz ko'rib turgandaqa natijalariga olib kelganman. Mana bu ro'yxatda chiqib turgan o'quvchilarning hammasi mana shu shablon bo'yicha blog yuritib, mana shu shablon bo'yicha kontent qilib, mana shu shablon bo'yicha sotuv qilib, daromad qilib kelgan o'quvchilar hisoblanadi. Mana shular bugun o'rgangan mavzularimiz real amaliyotdagi natijalari. Ko'rib turganingizdek, bu yerda $100,000 matematikadan zaps qilgan odam bor. Bu odamning YouTube'i ham yo'q, TikTok'i ham yo'q, Instagram'i ham yo'q. Telegram kontent qiladi, Telegramda blog yuritadi, auditoriya olib kirishni biladi.
olib kirib ustozlarga attestatsiya bo'yicha kurs qilib $100,000 daromad qilgan. $100,000. Va undan tashqari 60 million, 100 million kalligrafiya yo'nalishida 100 millionlik sotuv, imij yo'nalishida oyiga 60 million daromad yoki bo'lmasam Telegram blog yuritish xizmatini taklif qilib oyiga 20 million daromad qilish, 70 million, 100 million, 65 million, 75 million turibdi. Xitoy tili, turk tili, dasturlash, SMM, koreys tili va hokazo yo'nalishlar. Menda bunaqa misollardan kamida 50 ta 100 ta bor. Ya'ni bitta shablon natija ko'rsatgan 100 xil misollar bor. Bularning ayrimlarini siz bu yerda ko'rib turibsiz. Va bular qanaqa qilib kelgan, bular nimada o'qigansiz? Boya darsni boshida aytganimdek, o'zim mentalik dasturim bor. Va aniqki, men hozir bugungi bitta darsda o'tirib sizga butun shu dasturni, butun mavzularni o'rgata olmayman. Ham jismonan, ham vaqt jihatdan resursimiz yetmaydi. Ya'ni bu juda katta ilm. Hozir mana siz video darsini ko'ryapsiz. Bu o'sha bloggingga oid bilimlarni taxminan bir 40 dan biri desak bo'ladi. Chunki bular o'quvchilar mentalik davomida 40 soatlik dars ko'rishadi. Ya'ni 4 soatdan davom etadigan 12 darsini o'qib chiqqan odamlar. Agarda siz xuddi bularga o'xshab Telegram blogingga jiddiy jahd bilan kirishmoqchi bo'lsangiz, to'liq o'rganmoqchi bo'lsangiz, autor olib kelishning 15 xil usulini, daromad qilishning 10 dan ziyod usulini, to'g'ri sotishni, zapusk qilishni va hokazo hamma Telegramga oid sir asrorlarni o'rganib, Telegramdan zo'r pul topishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, albatta siz ham bu o'quvchilar qatoriga qo'shilishingiz mumkin, mentalik dasturimga yozilishingiz mumkin. Hozir men oldimizda turgan qisqa vaqt ichida mentalik haqida ma'lumotlarni berib, sizga unga ro'yxatdan o'tish imkoniyatini ham taqdim qilaman. Undan keyin sovg'alarni ham olib, bemalol undan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Demak, mentorlik nima? Mentorlik bu meni blog yuritib, undan daromad qilishni o'rgatadigan 3 oylik shogirdlik dasturim. Buni ham onlayn, ham offlayn formatlari bor. Bu dastur kimlar uchun? Albatta, eng birinchi navbatda soha mutaxassislari va til ustozlari uchun. Ya'ni hozirda bizda 100 dan ziyod keyslar bor. Aynan istalgan yo'nalish doirasida foydali bilimi bor va uni boshqalarga ulashishi mumkin bo'lgan istalgan kishiga to'g'ri keladiki, ular kelib mana shu ketma-ketlikni o'rganib, to'liq dasturni o'rganib, o'zini bilimini mindsetiga aylantirishlari mumkin. Bundan tashqari, o'zini biznesini rivojlantirmoqchi, Telegramni kengaytirmoqchi bo'lgan odamlarga juda ham mos keladi. Va undan ham tashqari, marketing sohasidagilar va Telegram blogging xizmatini boshqalarga ko'rsatib daromad qilmoqchi bo'lgan, shu sohaga kirib kelmoqchi bo'lgan, istalgan, o'rganmoqchi bo'lgan kishilarga to'g'ri keladi. Va mentorlik nimalardan iborat? Mentorlik 15 ta moduldan tashkil topgan 50 dan ziyod darslardan iborat. Undan tashqari muvaffaqiyatga erishgan 20 dan ziyod o'quvchilarimiz razborlari bo'ladi. Ular har xil yo'nalishda. Ya'ni ular nimadan boshladi, qayerlarda nimalar qildi, qanaqa qadamlarni bosib o'tib, qanaqa qilib bunaqa yaxshi natijalar qilyapti. Mana shularning har bir qadamini to'liq ochib beradigan razborlar bo'ladi. Hamma yo'nalishlarda bunaqa misollar bor va siz kelib, shunchaki o'sha o'quvchi qilgan ishlarni to'g'ri ketma-ketlikda bajarsangiz ham, albatta siz ham natijaga chiqasiz katta ehtimol bilan. 20 ta mana shunaqa razborlarimiz bor. Men bilan tarifingizga qarab birga bir suhbatlashish, konsultatsiya olish imkoniyati bor. Kurator nazorati bor. Kurator bilan birga bir suhbatlar imkoniyati bor. Qo'shimcha nonushtalar, tashkiliy guruh bilan uchrashuvlar, ustoz bilan uchrashuv, offlayn darslar haftasiga bir marta 4 soat, 5 soatlik va qo'shimcha mashg'ulotlar, hiking, piknik, futbol, chempionat, bitiruv kechalari, shunga o'xshash qo'shimcha tadbirlardan iborat. 15 ta modullarda nimalar o'rganishimiz mumkin? 15 ta modulda ketma-ket boshidan boshlab biz blog haqida hamma ma'lumotlarni o'rganamiz. Ya'ni birinchi modulda imij yaratish, yo'nalish tanlash, to'g'ri upakovka qilish, blog ochish birinchi, ikkinchi modullarda o'tamiz va 3-modulga borib biz kontent qilish, copywriting qoidalarini o'rganamiz. Ya'ni content plan ishlab chiqish, copywriting qoidalariga ko'ra post yozish, qiziqtiruvchi, sotuvchi postlarni yozishni o'rganamiz. Keyingi modulda obunachi yig'ishni o'rganamiz. Undan keyingisida daromad qilish usullarini o'rganamiz va daromad qilish mavzusiga kirishdan avval bepul obunachi yig'ish usullarini, loyihalar, konkurslar tashkil qilish, 10 dan ziyod obunachi yig'ish usullarini ko'rib chiqamiz. Undan keyin albatta daromad qilish usullari va navbatda produkt tayyorlash bo'limi bor. Bu yerda har bir o'quvchi bilan o'zini sohasidagi bilimlarini to'g'ri upakovka qilib,
to'g'ri kurs infomahsulot ko'rinishiga keltirish ustida ishlaymiz. 8-modulda bizda progress, o'sha kursimizga auditoriyani qiziqtirib borish. 9-modulda bizda zapusk, ya'ni o'sha mahsulotimizni sotuvini amalga oshirish. Bu webinar qilishmi, marafon qilishmi, challenge qilishmi yoki postlar orqali sotuvmi, mana shu sotuvni amalga oshirib zapuskni o'tkazish. 10-modulda bizda Telegram Ads bilan ishlash. 11-modulda bizda freelance blogging, ya'ni Telegram yuritish xizmatini boshqalarga taklif qilib daromad qilish usullarini o'rganamiz. Keyingi 12-modulda mini blog, kichkina blogda katta daromad qilish usullari. 13-modulda Instagram modulini o'tamiz. Bizga Instagramga oid hamma kerakli ma'lumotlarni olamiz. 14-modulda kreativ ssenariylar va postlar yozish bo'limini o'tamiz va 15-yakuniy modulda yuridik jihatlarga oid hamma kerakli mavzularni o'tib beraman. Ya'ni soliqlar bilan ishlash, hamma hujjatlarni tayyorlash, endi hujjatlar deganda qo'rqinchli tuyulmasligi kerak. Soliqlarni hammasini joy-joyida to'lash va to'g'ri faoliyat yuritishga oid barcha kerakli ma'lumotlar beriladi. Mana shu 15 ta modul orqali sizga Telegram blog orqali pul ishlashga oid hamma kerakli bilimlar o'rgatiladi. Mentorlik sahna ortida juda katta komanda ishlaydigan katta tizim. Bu yerda kuratorlar tizimi bor, har bitta o'quvchiga rag'bat tizimi bor, jarimalar tizimi bor va albatta davomatli siz har bitta modulni ko'rib tugatganingizdan keyin o'sha modulni ko'rganingizni isbotlash uchun testlar taqdim qilinadi. Testni ishlasangiz keyingi modulga o'tasiz. Siz o'zlashtirish foizingiz va o'zlashtirishiga qarab qo'shimcha darslar, qo'shimcha suhbatlar tashkillashtirish, kurator bilan birga bir ishlash yoki qo'shimcha qo'llab-quvvatlashdan foydalanish va hokazo juda ham ko'p takliflarimiz borki, siz dangasalik qilishga ham haqqingiz yo'q, siz natija qilmaslikka ham haqqingiz yo'q bu dastur orqali. Har doim mentorlikka talab juda ham yuqori bo'lib kelgan va har doim men mentorlikni juda ham yopiq tarzda taqdimot qilganman. 6 oyda, 4 oyda bir marta webinar o'taman va webinarda mentorlikka yozdirish uchun 15 daqiqaga havola berardim. Va har doim o'sha havola orqali 1000 ga yaqin, 1000 dan ziyod odam ro'yxatdan o'tardi. Men ulardan saralab har doim 50-60 tasini qabul qilardim. Va bugun sizda eksklyuziv imkoniyat borki, bugun birinchi marta men katta video ishlab, uni oxirida mentorligimga oldindan yozilib joyband qilish uchun imkoniyat beryapman. Chunki har doim bitta qabul bo'lgan va har doim joylar talash bo'lib ko'pchilik ulgurmay qolgan. Sizda bugun eksklyuziv imkoniyat bor. Narxlar haqida ham ozgina ma'lumot berib o'tib ketaman. O'z batafsil suhbatlashganda gaplashamiz. Mentorligim kichkina kurs emas va ommaviy kurs emas. Har doim saralab, juda ham kam miqdorda o'quvchi qabul qilinadi va shuning uchun ham uni narxi 1-2 million atrofida emas. Albatta mentorlik katta tizim va buni narxi undan kattaroq. Lekin aynan hozirgi potokdan boshlab, mana bugun sizlarga birinchi imkoniyat taqdim qilyapman. Biz mentorlikni avvalgi narxlaridan ko'ra ancha karrasiga qulayroq bo'lgan taklif bilan sizlarga taklif qilyapmiz va undan tashqari yana ham qulayroq bo'lish uchun bo'lib to'lash imkoniyatlarini ham yo'lga qo'yganmiz. Narx haqida o'ylab o'tirish shart emas. To'liqroq ma'lumot olish uchun hozir havolani tushuntiraman. Shundan ro'yxatdan o'tib qo'ysangiz, batafsil gaplashamiz. Xo'p, qabul o'zi qanaqa bo'ladi? Men hozir bu videoni izohida, opisiyaniyasida maxsus havola qoldiraman. Siz o'sha havola orqali kirib, u yerdagi savollarni hammasiga batafsil javob bersangiz, yaqin 2-3 kun ichida men yoki yordamchim sizga aloqaga chiqamiz va individual rejalaringiz bo'yicha gaplashamiz. Yo'nalishingiz, rejalaringiz va hokazolar haqida gaplashib, ozroq suhbat qilib, narx-navo haqida, hammasi haqida batafsil gaplashamiz va sizga joyingiz oldindan band qilish uchun imkoniyat taqdim qilamiz. Bemalol siz joyingiz band qilib, darslarimizda qatnashishingiz mumkin bo'ladi. Videoni shu joygacha kelgan bo'lsangiz, sizga kattakon rahmat va tabriklayman. Bu meni bu yo'nalishda, bu sohaga ommaviy ravishda yozgan birinchi katta video darsimni ko'rib, undagi foydali bilimlarni olgan bo'ldingiz. Tabriklayman va sizga kattakon rahmat shu joygacha ko'rganingiz uchun va bu e'tiboringizni biz qadrlaymiz va albatta va'da qilgan sovg'alarimiz beramiz. Sovg'ani olish uchun mana bu joyda QR kod chiqadi. Shu QR kodni skaner qilsangiz Telegram profil chiqadi. Telegram profilga kirib 23 raqamini o'zini jo'natsangiz, sizga ikkala qo'llanmani topshirishadi. Bemalol ularni olib foydalanishingiz mumkin. Bugungi video foydali bo'lgan bo'lsa, men bundan juda ham xursandman. Albatta bu rubrikamiz davom etib foydali videolarni ko'paytirishga harakat qilamiz. Sizlar bilan nasib bo'lsa mentorlik darslarida ko'rishib qolamiz degan umiddamiz. Demak, xayrlashmaymiz. Mentorlikkacha ko'rishguncha deymiz. Salomat bo'ling.